Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolaga gina tiyishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina gunohlarni, yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz ul, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Onun ahli bayt yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge hem onlarning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Bugun so'zimiz qarashni gunohdan saqlov turida bo'lacak. Yoz yetdi, kunlar jilitdi. Hozirgi vaqtda endi uramda qararga yaramay turgan, ya'ni shit xotinlar endi kiyimlerin, qishqi tunlarin sala başlaylar. Hem indi her bir musulmonga indi onday aytik haram bo'lgan xotinlarga qarovdan saqlanirga tiyishli. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Allah taolo aytgan: zinaga yaqin kelmagiz, chunki ol fahish ham noshar yo'ldir. Ya'ni Alloh taolo zina qilmagiz deb aytmay, zinaga yaqin bormagiz, ya'ni yaqinlashmagiz deb aytadi. Zina qiluvdan saqlanig'iz tugul, ona umuman ona iltushi zinaga sabab bo'luvchi amallardan da yiroq bo'ling'iz deb, ya'ni umuman zinaga yaqin kelmagiz deb aytadi, buyura. Ham u fahish qabahat amal bo'lib turadi. Ham eng noshar yo'l shusha yo'l sababli kishi jahannamga ilaguvi mumkin. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytgan: "Va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan." Ham yaqin kelmagiz fahish amallarga, ularning oshiq bo'lganlarına da, ham yashirin bo'lganlarına da. Ya'ni bunda oshiq bo'lgani ol zina qilu, yashirin bo'lgani ol ubu, tutu, qarov, ham boshqa mana shu zinaga iltatirgan amallar bo'lib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Al-yadani tazniyan vel aynani tazniyan." Qo'llar zina qila, ham ko'zlar zina qila. Ya'ni qo'lning zinasi ul tutu, ko'zning zinasi ul qarov. Alloh taolo kishiga bu dunyoda bek ko'p ne'matlar bergan. Ham ularning sonini sanab bitirib bo'lmay. Kishi aliga ne'matlar bilan o'zi nishik tili shulay qo'llana ola. Agar tilikan ularni izgi maqsadlarga qo'llana, yaxshi amallarga qo'llana, agar tilikan uni gunohli amallarda da qo'llanirga mumkin. Masalan, Alloh taolo kishiga ko'ruv salatin bergan, ham endi Alloh kishi shu ne'mat bilan ko'zlar yordamida Alloh taolaning borlig'in ham buyukligin ko'rsatuvchi narsalarga qariy ola. Ham shulay yo'q, Alloh taolo tiygan, harom bo'lgan narsalarga da qarab gunohda qila ola. Alloh taolo Qur'onda ko'zlarni durust yo'lda qo'llanirga qo'shib, shuni buyurib, Alloh taolo qarashlarni harom narsadan saqlarga kerakligini bizga buyurib aytgan: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum, zalika azka lahum, innalloha xabirun bima yasnaun." Ayt mu'minlarga, qararga yaramay turgan narsalardan ko'zlarini yumsunlar, ham g'avrat a'zolarini saqlasınlar. Bu ular uchun ko'pga shistaroq. Durustlikda Alloh taolo ularning qilgan ishlaridan xabardor. Alloh taolo bu buyruqni shulay xotin-qizlarga da ayta: "Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna
min absarihinna ve yahfazna furucahunna ve la yubdina zinetahunna illa ma zahara minha. Ayt müminalarga qararga yaramay turgan narsalarga qaramasınlar, ko'zlarini yumsunlar, ham g'avrat a'zolarini saqlasinlar. Ko'ringanidan qola boshqa maturluqlarini ko'rsatmasinlar. Hani yüzü ham qo'l shug'undan boshqa yerlarini ko'rsatmasinlar deb aytadi. Alloh taolo bu oyatlarda musulmon iratlarga da ham xotin qizlarga da qarashlarni ham jins a'zoni saqlarga qo'sha. Agar kishi ko'zin gunohdan saqlasa, ko'zlarini gunohdan saqlasa, ko'ngli buzuq shahvatli o'ylardan saqlab qolashaq. Ham Alloh taolo bu oyat oldagi oyatda aytdi: "Zalika azka lahum." Bu ular uchun shistaroq deb aytdi. Ya'ni kishining ko'ngli nashar, gunohli o'ylardan shista bo'lib qolar. Alloh taolo bu oyatda birinchi shiratda ko'z turunda aytdi, ko'zni tushirishga dey, qarashni saqlarga dey, ham ondan so'ng ana g'avrat a'zosini, ham jins a'zoni zinadan saqlarga qo'sha. Chunki kishining qarashi bilan jins a'zosi orasida baylanish bor. Agar kishi shu zinadan saqlansa, ya'ni ko'zin saqlasa, mana shu zinaga kiruvdan o'zini saqlab qolashaq. Agar endi ko'zin saqlamasa, qarashini saqlamasa, endi mana shu qarashi uni zinaga itarishga mumkin. Qay bir vaqtda kishining qarashi o'zi tilamishada harom bo'lgan narsani ko'rishga mumkin. Bu narsa uchun kishiga gunoh bo'lmay, agar endi u yangadan ikkinchi topqir ona qaramasa. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhu ga bulay deb aytgan: "Ya Aliyu la tutbi'in nazratan nazrata fa inna lakal ula va laysat lakal akhirah." Ya Ali, qarashing ortidan qarashingni iyartma, ya'ni bir ortli qarama. Shunliqda birinchi qarash seniki, ikkinchisi seniki tugul. Ya'ni ikkinchisi uchun gunoh bo'lashaq deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan. Mu'min kishi har vaqtda Alloh taoladan qo'rqib, qarashin gunohlardan saqlarga tiyish. Kishilar orasidagina ko'zin saqlovchi u endi ikki yuzli munofiq amalini qilgan bo'lar. Alloh taolo onday kishilarning ko'zlarini Qur'onda xiyonatchi ko'zlar deb aytgan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ul Alloh ko'zlarining xiyonatchisin ham ko'kraklar yashirgan narsalarni bilar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatni bulay deb anglatgan. Kishilar orasida bo'lgan birov xotin qiz o'tib ketgach, kishilar qarshında o'zining darajasin ham obro'yin saqlar uchun ko'zin gunohdan saqlaydi, ko'zin chetlashtiradi shu xotin qizdan. Agar endi kishilar ona ig'tibor bermasalar, o'l tag'in tegi xotinga qaraydi. Agar endi kishilar ko'rar deb o'ylasa, u qarashin tag'in chetlashtirirdi. Lekin endi Alloh taolo uning ko'nglida narsa yashiringanin bildi endi deb Ibn Abbas radhiyallohu anhu anglatgan shu oyatni. Ya'ni kishilar bo'lganda ko'zin qarashin saqlab, kishilar bo'lmaganda endi harom narsa qarovchi shu uning ko'zlari endi xiyonatchi ko'zlar bo'lar. Alloh taolo Qur'onda shulay deb ataydi. Endi kishi mana shu qarashin haromdan saqlamasa, ham shuning sababli zina qilsa indaymi, u asam degan jahannamning quyusuna ilaga. Agar endi tavba etmasa, Alloh taolo o'zining qullarin Qur'onda sifatlab ayta, ham shular orasida endi mu'minlarning sifatlarini sanab ketadi, ham ayta oxirinda ham shu mening qullarim de va la yad'una ma'allohi ilahan akhar. Ular
Allah Teala bilen bir rette başka ilahga ibadet kılmıyorlar. Ve la taqtulunun nefselleti harramallahu illa bil haqq. Hem Allah Teala haram kılgan canını öldürmüyorlar illa meğer hak bilen bulsağına. Hem ve la yeznun de. Hem onlar zina kılmıyorlar deyip Allah Teala özünün kulların sıfatlı, yani Allah Teala'nın kulları ve ibadur rahmanillezine deyip ayta Allah Teala, hem şular arasında onlar zina kılmıyorlar deyip Allah Teala ayta. Hem ondan ayta ve men yef'al zalike yelqa athamak. Hem kim bunu işlese, yani zina kılsa yoki Allah Teala'ga şirk kılsa, kişi öldürse haksızga, ol athamga ilagashak. Hem şu günahlar arasında şulay yok zina günahı da var. Atham indi ol cehennemnin en tübündeki bulgan kuyu, onda kişilerinin, cehennem ahillerinin tenlerinden çıkan ulikler, bütün buzuklar indi şu şukurga, kuyuga ağa. Hem onda zina kılışlar gazaplanacaklar. Indi kim Allah Teala'dan korkup, zinadan saklanıp, qaraşın haramlardan saklasa, onday kişiге Allah Teala yüreğinde imanның temin tattıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "En-nazratu sahmun min sihami iblise masmumetun, femen terakaha min khawfillahi athabahu celle ve azza imanen yecidu halavatahu fi qalbih." Qaraş ol iblisning ağılı uqlarının birisi. Kim onu kaldırsa Allah Teala'dan korkup, onu şunda iman bilen bülekleyecek, onun temin kalbinde, yüreğinde tatıyacak. Yani Allah Teala'dan korkup, Allah Teala haram kılgan nerselerge, yani şere, yarım şere hatınlarga qaravdan saklansa kişi, Allah Teala onday kişinin ko'nglina şunday bir rahatlik solacak, yani imanның temin tattıracak. Hadiste aytilgancha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, qarash ol iblisning og'uli o'qlarining birisidir. Agar g'odiy o'q, ya'ni og'uli bo'lmagan o'q kishining nindidir bir a'zosini jarohatlasaymi, bir a'zosini aytik o'tirsa, endi og'uli o'q ol butun tanini o'tira. Agar kishi mana shu og'uli o'qni anga ilaksa, yani ol qarasaymi, şu qarash ol og'uli o'q bo'la, ham endi şu qarash orqali onun bütün tani de vafot bo'lirga, yani halak bo'lirga mumkin. İmam G'azali rahimahulloh aytgan, ko'zlarni ikki sabab bo'yicha saqlarga kerak. Birinchisi, ko'zning ko'rgan bütün narsasi de seniki tugul, haram narsadan qarashini saqlab qolu ko'pga yengilroq, ham haram narsa qarab shuning uchun so'ngidan intiguga qaraganda degan. Ikkinchisi, Allah Teala bergan ko'zni tiyishli yo'llarda qo'llanish uchun bergan Allah Teala bu dunyoda, oxiratda Allohni ko'rish uchun. Agarda sen ko'zingni gunohdan saqlamasang, Allah'ını koru ni'metinden mahrum buluğun mümkün deyip İmam G'azali aytgan. Şulay yok, Allah Teala Kur'an'da Mü'minun suresinde cennetni, Firdevs cennetlerin miras etip aluşu müminlerini sıfatlab aytgan: "Vellezine hum li furucihim hafizun." Olardi, yani şu cennetni, Firdevs cennetin miras etip aluşu kişilerdi, jinis a'zaların günahdan saklıylar deyip Allah Teala ayta. Eğer kişide mana şu sıfat bulsa, indi inşallah ol indi Firdevs cennetlerin miras etip alacak, Firdevs cennetlerine ilagashak. Allah Teala indi barchalarımızga da mana şu günahdan yirak bulup, o'zi bizni indi günahdan saqlarga nasip etsaydi, günahdan yirak kılsaydı, kerakli foydali ilim alıp, şu ilimler bilen amel kılıp,
соңгы сулышыбызга кадәр Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, мөмин мусульман булып, Аллаһ Тәгаләнең хузурына кайтырга насыйп итсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким. Иннаху хувас сами'уд ду'a.